sizlarga 1340 desatkali uy topib qo'ydim akalar, ko'ryapsizlar. Tayyor, yangi bitgan. Remotini bitta aka mana yoqdan ko'rsatib qo'ying. Qarang, uzbinglar, o'qilgan, holi, natijani qarang, holi yana gipsokart qattiring. Bitta abo yopishtirasiz. И topli pol, koridor, и kuchna topli pol bo'lgan ekan. Qarang, robot qarang, 13 soteli, fasad qarang, bu yoqda suv, robot. Agar bu yoqdan bitta eshik qo'yib qo'ysangiz, xuddi chiroyli. И buni eng qiziq joyi aka, mana qarang, bu yerda 9 tonnali, ya'ni hovuzi bor ekan. Suvdan umuman problema yo'q. Uyimiz mana ko'ryapsizlar. Tayyor bo'lib bitgan. Bu tomonda eski uylar bor. Hozir shunday remont qiling, hozir yangilab oling. Katta hozir 2 kishi bo'lib o'xshasangiz ham bo'laveradi. Bitta robot bu yoqdan tashlab ketgan, ya'ni 3 metrlik yo'l tashlab ketgan. И mana koridorlarni ko'ryapsizlar. Ya'ni akvalar bilan bo'lgan. Koridorga kirganimizda to'g'rimizda zal, bu yoqda kuchna, bitta dush. Ichkarida odamlar bor. Ichkariga kirmay qo'ydik. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar, juda ham katta. Sizlarga videoda oxirigacha ko'rsanglar, puli bilan lokatsiyasini aytib o'tamiz. Ko'ryapsizlar, juda ham katta. Bu 13 sotih deyapti, 1340 deyapti, 15 sotihmi bilmayman. Nari tomondan 3 metr yo'l tashalgan. Hozir bu yoqda отдельный qilib bo'lib bering. Bu yoqda mana eski zdaniyalar. Kelsangiz, ya'ni podronni ko'rasiz. Suvdan, svetdan umuman problema yo'q. Endi sizlarga bu joyimizda lokatsiyalarni tushuntiramiz. Bu joyimiz lokatsiyasi O'sh oblast Aroran Achchi uchastkasi. Shamasirota, ya'ni 8-dom bo'lib qolyapti. Ko'ryapsizlar, asfalt. Bu tomonda ham asfalt, maktabam yaqin, bog'cha hamma yo'q, sadi yaqin, umuman oyog'ingiz loy bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, asfalt ko'chada. Akalar, narxini 9,5 million so'm qo'yapmiz. Ozgina kam bor. Endi nomerlarni aytib o'tib ketaylik. 0995 bilan 0123 00 raqamiga aloqaga chiqing. Yaxshi bo'lsa, barakani qilamiz.